3 dekabr Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan Guliston tumanidagi Zebinisona tantanalar uyida samimiyat, mehr va e'tiborga boy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston nogironlar jamiyatining viloyat va tuman bo'limlari, shuningdek ko'zi ojizlar jamiyatining Guliston tumani a'zolari hamda jamiyatning 100 nafardan ortiq faollar ishtirok etdi. Ularning barchasini bir maqsad, mehr, qo'llab-quvvatlash va hamjihatlik ruhi birlashtirdi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz hamshaharlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli fuqarolar. Sizlarni 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan samimiy muborakbod etaman. Guliston tumani hokimi Olimjon Jo'rayev yig'ilganlarni bayram bilan chin dildan muborakbod etar ekan, bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida islohotlar markazida eng avvalo inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning hayotini osonlashtirish va ularni qo'llab-quvvatlash borligi alohida ta'kidlandi. Tadbir davomida so'z olgan jamiyat faollari va ishtirokchilari bugungi e'tibor va g'amxo'rlik uchun minnatdorchilik bildirib, jamiyatda bunday ezgu ishlar yanada ko'payishini tilashdi. Bayram dasturining badiiy qismida tuman madaniyat markazi xodimlarining jo'shqin kuy-qo'shiqlari, mehr va iliqlikka yo'g'rilgan chiqishlar ishtirokchilariga chinakam bayramona kayfiyat ulashdi.